790 ming so'm bo'lyapti mana shu ola-qora buqamiz mana. Buqam zo'r lekin surat yozib. Orqalarini ko'rsating. Bozorimizmi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Hayot media kanali obunachilari Fazan Ashqozar. Xudo xolisa mana biz Afg'onistonga keldik. Mol bozorda narxlarni ko'rsatib boramiz. O'zbekiston so'miga nech pul bo'ladi hammasini ko'rsatib boramiz. Ketdik. Xo'p, nech pulga ishyapti buni? 45 ming afg'oni, 45 ming afg'oni qancha? Mana 45 ming afg'oni. Mana bor 45 ming. 790 ming. Mana ko'rsating. Afg'onistonda bu nomi ziroti deb ketadi. Zirot sigirlar. Bizda ola qora deydi. Bo'ylari 15 chiqadi. Ola qora. Bizda ola qora deydi. 790 ming so'm bo'lyapti bizning pulga. Bu so'ralayotgan narxi yana nech pul arzonroq berishadimi yo shunaqami? Aminar guftini amir. Arzon kadar. Arzonroq berishadi. Yana arzonroq berishadi omonatga. Ket. Bitta aylanib chiqdik. Xo'p, mana qora buqamiz. Mayli ekanmi? Chiqimiz. Assalom. Mumkin ekan? Ha, mumkin. Xo'p, bo'ylari 15 Yaponiya qiroti. 1.15 ta chiqadi. Nech pul deyishyapti? 43 ming afg'oni. 43 ming afg'oni. 43 ming. Yo, 7 million 555 ming. Adashimman, boyga 7 million 400 ekan. Men ko'rsating, boy adashimman, birinchini ola qoramiz 7 million 400 ming. Bunga 7 million 552 ming so'rashayotgan ekan bizani pulda. Yaxshi, zo'r. Arzon a? Zo'r, yaxshi. 7 berishadi. Arzon qilishadi. Yana arzon qilib berishadi. Bizda где-то bir 14 million 15 million bor. Ha. Bizani pulga 14 million 15 million bor. Qancha dollar bo'ladi? Dollarga 3000 dollardan oshiqroq bo'ladi. Hammasi qiladi. 40 ming, 40 ming. 40 ming. Anulardan arzonroqmi? Ha? Anulardan arzonroqmi? Qancha bu? 50 ming afg'ona deb o'tirgan, 50 ming. 8 million 781 ming. 8 million 781 ming. Mana men turibman, sabzor oling. Qanaqa to'qol variant. Bo'ylari 120 bemalol chiqadi mana. Buqamiz ham buqa lekin, Buqa zo'r, yaxshi. Yaxshi. Yoshi ham menimcha hali kuruy bo'lmagan bu. Hali 1,5 yosh altarashga. 1,5 yashar bu. O'shada emas, hali 2 yashar bo'lgan. 2 yashar bo'lmabdi hali. Anaqalar yo'qmi? Sigir, ona bola sigirlar bo'ladimi, bo'lmaydi? Mana obunachilar. To'xtab. Habibullo aka, Afg'oniston bozorlari yoqdimi sizga? Bozor zo'r, narx-navli o'sha zo'r, qiziq. Endi hamma joy tosh tarozi bor deganda yaxshi, yomon emas. Yaxshi, yomon emas. Narx-navlari ham yaxshi. Qara do'stlar, Afg'oniston kunduz o'rnatamiz. Mana bozor qanday bo'lib o'tadi, bozorlarni ko'rsatmoqdamiz. Mana Qunduz viloyati, Qunduz. Afg'oniston Qunduz viloyati, O'zbekistondan akamiz kelgan mana mehmonga, shuni aylantiryapmiz bozorni. Buni narxi nech pul ekan? Yes. Yes. Nima egasi yo'q? Egasi emas. Nima qara? O'zbekistonda berdi. bozor narx oshmay beradi. 80 ming afg'on ekan. 80 ming afg'on. 14 million 50 ming so'm. 14 million 50 ming so'm. Qanday O'zbekistonga qaraganda arzonmi, qimmatmi bu? Arzon endi, arzon. Endi aytmoqman shu hamyon tosh tarozi bor endi. Boshqa narsalarga nisbatan arzon. Endi oyliklarga nisbatan ham misol uchun aytdimki, kecha aytib o'tganimdek, bizda misol uchun sizlarda 200-300 dollargacha bo'lsa, bizda oyliklar yaxshi, xudoga shukr, misol uchun yomon emas. Misol uchun 800 dollar, 700 dollar topishadi. Shuni hisobiga balans bor. Yomon emas, yaxshi. Ona siz nimadan ko'raylik? Xo'p. Ey askar. Video begirim ijozat.
Narxishak Fursam kuni O'zbekiston omadaqa narx qo'yishim buni. Memonasi. Mana ko'ring. Qancha buni narxini so'rang, keyin sut Qancha qancha? Necha litr sut beradi? Ha? Haftada 8000, 78000 afg'on ekan. 78 ming afg'on. 13 million 699 ming. 13 million 700 ming. Yaxshi yomon emas. Necha litr sut beradi? Bolasi buqqanmi nima? Sher. Chan litr? Necha litr sut? Sher megana sutda sher. 8 kilometr, 8 litr, 1 kilometr, 3 kilo. 3 kilo. Litr sut. har vaqt ishlaydi, sen vaqt chiqamish. Bir kundami? Ha, bir kunda 30 kilo berar ekan. Sut. Ha. Ha, kilo. Har vaqt 3 kilo pushkani to'ldiradi. Ha, bu kiloga litr emas, ha? Bo'lmadi. Ma'lumot o'rnida bizda sut litrga hisoblanadi. Bu yerda kilosiga hisoblanadi. جایی خوب دارد تهیه مسایبه Erki, buqa. 78 ming afg'on ekan Afg'onistondan pulga. 13 million 700 ming so'm so'ralyapti. So'ralgan narxi. Rozmi bu? Ha, bu qo'ydi. Necha, qancha? 30 ming afg'on ekan. 130 ming afg'on. Yetim. Sutini qarang buni. 22 million 800 ming so'ralyapti bizani narxga, bizani pulga. Bu o'sha YouTube og'az ekan bu. Bolasi yo'q-a buni, o'zi bebola. Necha oylik bu? O'sha 8-9 oy. O'shiga jami o'shida. بگذی شب 20-15 مونده 15-20 kun qolibdi. Tug'ishi 15-20 kun. Yaxshi 22 million. Xo'p, bizga ham pasti bir xil, pasti shunaqa. Yaxshi olasiz. Endi qo'y bozori ko'raylik, bitta qo'y bozori. Bizani kechiga borib Qozog'iston shunaqa. Xo'p, mana qo'y bozoriga kiryapmiz, obunachilar. Ha, nech pul pulni bilan? Assalomu alaykum. 7500 afg'oni. Xo'p, 7500. 1 million 317 ming. Yaxshi. Semizgina, bunday mana dumli qo'ylar. Dumbali. Qozoq qo'ylar deydi, o'sha qo'ylardan. Buni boqish kerak hali bularni. Ha, Dumbali 1 million 317 ming so'ralayotgan narxi. Yaxshi, barakasi bozorni bersin. Qanday arzonmi yoki qimmat? Arzonroq, yaxshi. O'sha boya aytib o'tganimdek, balans bor, balans. Bizda masalan oyliklar bu yerda kamroq bizdan. Shuni hisobiga bar balans bor. Misol uchun bu yerda o'rta hisobda 200 nari bor 300 dollar topsharkan bir oyda. Bizda xudoga shukr 800, 700, 900 ming dollar topsharkan. O'rta hisob 600, 700 dollar, 500 dollar ham bor. Shuni hisobiga balans ushalgan. Ketdik. Yaxshi. Videoga mujoz. Sen guftinglar. Mana ko'rsatib o'tamiz 2 million 200 ming so'm so'ralyapti mana shu qo'chqorimizga. Bu o'zi yemlanadigan tayyor zo'r. Kilosi ham shu narxdan ekan. Narxi bir xil. Katta narmani qo'chqorlar. Bu erkak ekan, bu urg'ochi. Ha, bu urg'ochi. Ha, bo'l. Bu urg'ochi ekan zo'r. 2 million 200. Bu pashti bir xil, shunaqa. Mana shu dumli qo'ylar mashhur Afg'onistonda. Mashinasi Dumbali. Qozoq qo'ylar. Dumbali. Dumli dum bo'ladi anaqa dum. Deshinim yaxshi ekan. To'rkure. Yaxshi. Yaxshi zo'r. Echkilarni ham ko'ramiz. Echkilarni ham ko'rdik. Xolos. Bo'ladi. Abdu salom bilan. Narxlarni so'rab ko'ramiz. Ha, nafar bilik mana shu. Qirg'iz. O'zbekiston mehmonxonasi.